Hurmatli o'quvchilar, mana 41-masalaga ham yetib keldik. E'tibor bergan bo'lsangiz, yuqoridagi masalalarda birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish singari masalani yechish ketma-ketligi berilgan edi. Bu ishni nima uchun qildim? Xabaringiz bor, oxirgi aprobatsion testda 41, 42, 43 savollar yozma ish shaklida. Ya'ni endilikda siz masalani faqat javobini emas, uni qanday ishlaganingizni ham yozishingiz kerak. U yerda aynan shunga qarab ham ball qo'yiladi. Shuning uchun ham siz masala ishlash ketma-ketlikka rioya qilgan holda masalalarni ishlashingiz kerak. Barcha aynan video yechimlarda mana shu narsaga amal qilingan. Ya'ni avval qaysi ishni, birinchi ish, keyin qaysi ikkinchi ish, keyin qaysi 3 shunday ketma-ketlikda berilgan. Bu albatta sizlarda masala ishlash ko'nikmasini oshirish uchun qilingan ish. Ana endi 41-masalaga e'tibor bersak. Masala shartini o'qib olamiz. Demak, bunga ko'ra transkripsiya paytida DNKdagi vodorod bog'laridan qanchalar qismi uzilgan, qanchalar qismi esa hali uzilmasdan qolgan. O'sha jarayonlar bilan bog'liq ayrim raqamlar yozilyapti bu yerda. Xo'p. Biz birinchi ish nima qilishimiz kerak? Biz, demak, nukleotidlar sonini topib olishimiz kerak. Buning uchun bizda oqsilning massasi bor. 36,000 dalton. Uni 120 ga bo'lsak, aminokislota soni kelib chiqadi 300. Agar biz 300 ni 6 ga ko'paytirsak, 1800. Bu DNKdagi nukleotidlar soni edi. Ana endi qarang. Bizda bu masalani aniq va ravon ishlash uchun mana bunday jadval kerak bo'ladi. Bu jadvalimizda nukleotidlar. Bu tomonda ham, ustunlardan va qatorlarda ham. Demak, umumiy nukleotidlar guanin, sitozin o'rtasidagi guanin, sitozin umumiy nukleotidi, adenin va timin nukleotidi ketyapti. Bu yoqda umumiysi, bu yoqda sintezlangani, bu yerda qolayotgani. Bu narsa bizga kerak. Xo'p. E'tibor bering, bizda 1800 ta nukleotid bor. Bu umumiy nukleotid. Buni yozib oldik. Ana endi 40% sintezlangan vaqtda deyilyapti. 40% qancha bo'ladi? 720 marta ekan. Qolyapti qanchasi? 60%. 60% qancha bo'ladi? 1080 ta. Juda yaxshi. Biz hozir umumiy shaklda sintezlangan va hali qolyapti, u ham sintezlanadi. Qolgan nukleotidlarni topdik. Endi ikkinchi ishga o'tamiz. Sintezlangan qism nukleotidlarini, ya'ni sintezlangan 720 ta dedik. Xo'p. Bundan qanchasi guanin, qanchasi adenin, timin, sitozin, shuni topib olishimiz kerak. Xo'sh, demak, adenin X, guaninni Y deb belgilab olamiz. Demak, sintezlangan qism desak mana shuni 2X plus 2Y 720 ta nukleotid bor. Va xuddi shu vaqtda adenin va timin o'rtasida uzilgan vodorod bog'lar guanin va sitozin o'rtasida uzilgan vodorod bog'larga nisbati teng bo'ladi. Bu degani adenin timin o'rtasidagi vodorod bog'larini biz 2X deb belgilab olamiz. Guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'larini 3Y deb. Bu degani 2X teng 3Y ekan. Aynan mana shuni hozir ishlashimiz kerak. Xo'sh, demak 2X ni o'rniga 3Y ni qo'yamiz. 5Y teng 720, Y teng 144. X 216 ga teng bo'ldi. Xo'sh. Ana endi adenin 216 ta, guanin esa 144 ta ekan. Sitozin ham 144 ta bo'ladi. Umumiy holda adenin
va timin 432 ta, guanin va sitozin esa 288 ta. Demak, mana bu yerda sintezlangan nukleotidlar orasida guanin va sitozinning soni 288 ga teng ekan. Va e'tibor beringlar, shu vaqt davomida DNK tarkibidagi guanin va sitozin o'rtasidagi umumiy vodorod bog'larining 30% uzilgan. Aytishingiz mumkin, bu yerda vodorod bog' deyilgan, biz u yerda nukleotid sonini topdik-ku. Ha. Lekin buni hisob-kitob paytida aloqasi yo'q hozir bizda. Demak, aynan o'sha 30% vodorod bog' 30% guanin va sitozin orasida bo'ladi. Biz aynan shuni bilishimiz kerak. Demak, aynan mana shu 288 ta nukleotid 30% ni tashkil qilgan. Xo'p, 100% qancha? 960 ta. Ya'ni umumiy guanin va sitozinning umumiy soni 960 ta. Sintezlangani 288 ta. Qolayotgani esa 672 dan tashkil qilar ekan. Ana endi biz bemalol mana bu yerdagi raqamlarga asoslangan holda adenin va timinlarning sonini topsak bo'ladi. Umumiy nukleotid 1800 ta. Shundan guanin va sitozinning soni 960 ta. Demak, qolgani adenin va timinga qoladi. Xo'p, sintezlangan qismda umumiy 720 ta nukleotid sintezlanishda ishtirok etib bo'lgan. Shundan 288 tasi guanin va sitozin. Demak, adenin va timinga 432 ta qolyapti. Qolayotgan umumiy nukleotid 1080 ta edi. Shundan 672 tasi guanin va sitozinga to'g'ri kelayotgandi. Demak, qolgan 408 tasi esa adenin va timinga to'g'ri kelyapti. Xo'p, aynan mana shu jadval hozir bizga juda ham kerak bo'ladi. Xo'sh. Savolchaning javobini topsak. Shu vaqtdan so'ng guanin va sitozin o'rtasida uzilgan vodorod bog'lar soni adenin va timin o'rtasida uzilgan vodorod bog'laridan nechtaga farq qiladi? Shu vaqtdan so'ng, ya'ni qolyapti dedik-ku. Bu ham endi qolyapti, qolib ketmagan, bu ham sintezlangan. Prosta mana bu vaqtdan keyin. Demak, 672 edi. Buni 2 ga bo'lamiz, 336. Bu guanin yoki sitozinning soni. Ana endi 408, buni ham 2 bo'lib olamiz, 204. Bu adenin yoki timinning soni. Ana endi misol uchun 336 guanin bo'lsa 3 ga ko'paytirdik. Ayirayapmiz, ya'ni farqni topishimiz kerak-ku. Mana bu 204 ko'paytirilgan 2 teng 600. Demak, guanin va mana bu qolayotgan guanin va sitozin orasidagi vodorod bog' va adenin timin o'rtasidagi vodorod bog' 600 taga farq qilar ekan. B ni topsak, shu vaqtdan so'ng vodorod bog'i uzilgan guanin soni peptid bog'lardan qanchaga farq qiladi? Shu vaqtdan so'ng vodorod bog'i uzilgan guanin. Mana guanin qancha edi? Shu vaqtdan so'ng, ya'ni qolayotgani 336 ta. 336 ta peptid bog'lardan qanchaga farq qiladi? Bizda aminokislota qancha edi? 300 ta edi. Peptid bog'ini topish uchun 300 dan 1 ni ayirishimiz kerak. 300 ayruv 1. Mana bu 336 bu. Mana bu guaninning soni. 300 minus 1 bu peptid bog'ning soni. Farq 37 ga teng chiqyapti. Xo'p, C savolini topsak, DNKdagi jami vodorod bog'lar. Xo'p, guanin va sitozin umumiy 960 edi. Demak, bu 480 ta guanin, 480 ta sitozin degani. Adenin va timin umumiy 840 edi. Bu degani 420 ta adenin, 420 ta timin degani. Mana endi vodorod bog'ini topib olamiz. Demak, 480 ni 3 ga
420 ni esa 2 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz. Mana bu yerda ayruv bo'lib ketgan, hech qisi yo'q. Bu yerda aslida qo'shuv bo'lishi kerak. Natijada 2280 javob chiqadi. Bu denkadagi umumiy vodorod bog'lar soni. D savoliga e'tibor beraylik. Guanin soni aminokislotalardan necha marta ko'p? Xo'sh, guanin soni qancha? 480 ta. Aminokislota 300 ta. 480 300 ga bo'lsak 1,6. To'g'ri javob 1,6 marta ekan. Demak, Y savol DNKdagi nukleotidlar soni umumiy kimyoviy bog'lardan nechtaga kam? Xo'p, mana e'tibor bering. O'zi qanday kimyoviy bog'lar bor va nukleotidlar qancha edi? Nukleotidlar 1800 ta edi. Fosfodiefer bog'lar nukleotidlardan 2 taga kam bo'ladi. Ya'ni 1792 ta. Vodorod bog'lar mana ko'rdik 2280 ta ekan. Xo'sh. Ana endi biz mana bunday qilib topsak ham bo'lar edi. Ya'ni vodorod bog'ga fosfodiefer bog'ni qo'yishdik. Bu umumiy kimyoviy bog'lar. Shundan ayirib olyapmiz nukleotidlar sonini. Javob 2278. Va yana bitta juda oson, qulay yo'li bor. Shunchaki e'tibor bering. Nukleotid fosfodieferdan qanchaga ko'p? 2 taga ko'p. Shuning uchun 2280 dan 2 ni ayirib olish kifoya. Javob 2278 chiqadi. Hurmatli o'quvchilar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog', salomat bo'ling.